Assalomu alaykum. Xudo shukr TV kanalini doimiy hamda tasodifiy kuzatuvchilari, barchalaringizga xayrli kech tilab qolamiz. Do'stlar, bugun 2025-yil ayni lahza 23-oktyabr sanasi. Bir chiroyli bir tumanimizda yangilik bo'layotir. Ana shu yangilikdan sizlarni boxabar qilmoqchimiz. Ne yangilik desangizlar do'stlar, fast food hamda Gamburg zo'r nomer 1 Yangilik tumanida tayyorlaydigan M-Food bizada Yangilikda yangi ochildi, nasib ro'z aylasa. Adresiga keladigan bo'lsak do'stlar, bu tomonimiz Hazaras Bog'atdan kelish. Bu ham tomonimiz Hajboni do'koni, hammangiz bilasizlar, bozor. O'ng tomonimizga keladigan bo'lsa, Xiva tomonidan, ya'ni Yangilik sentrining ichidan kelish. İçeriye giremiz, qadrdonlar, sizlar bilan birin-ketin oshpazlarni hammasini suhbatga tortib, to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar do'stlar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar do'stlar. Ketdik. Hurmatli obunachilar, sizlarni kirgandan shu ko'rib turgan atmosfera qarshi oladi. Bu tarafimizda oshpazlarni qanday ishlab turgan jarayonni ham bemalol kuzatib o'tirishlaringiz mumkin do'stlar. Chap tomonda bemalol tomosha qilib, ko'cha shunday ko'rinib turadi. Bemalol tanovul qilib, ko'chani tomosha qilib ham turishlaringiz mumkin. Sirojbek, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Qarorna. Bemalol Xudo shukr TV obunachilarini bir de nechadan nechacha ishlaysizlar, ish jarayoni shu bilan birgalikda ovqatlar tayyorlanadi, nechadagi xizmatlaringiz shular haqida batafsil ma'lumot berishingiz mumkin. İş vaxtımız azanki 11'den geçki 2 bir adım. Axır klient gitince. Gamburgumuz basannoy, Gamburg, Petra Gamburg, lavaş, tovuka lavaş, hot dogli 2-3 turba, fast foodumuzdan cheese bar, kartoshka free, KFC bar. Nasıl hazırca. Endi dostavka ham bor sizlarda? Dostavka sentra besplatный. Besplatno o'zingiz yetkazib berasizlar. Shuning xizmatiga yo'l qo'yasizlar. Xizmatimiz bor besplatный. Sentr ichida, Yangilik tuman markazida. Yangilik ichida. Obunachilar, Temur 530 ham aynan shu yerda Gamburg yeb o'tiribdi ekan. Ta'mini ekan Temur. Yaxshi Ta'mini baho. Sana ta'mi bak shunday içeriye sabah seyretib beradi, o'ynatib, güldürüp, gayretib. Dumzor. Temur bilasizlar, taomlarni, ovqatlarni Temur nishatib, emotsiya bilan yeyishi, shuni yetkazib berishi Instagramda hamma biladi buni. Temur ishlaringga omad. Rahmat. Tasavvur zo'r shunda demak, to'g'rimi? Xudo xohlasa. Bizlar ham azizlar yeb ko'ramizdan, Xudo xohlasa ta'mini kommentariyada yozib qo'yamiz. Bir like bosin, izohlarda fikr qoldirishni unutmanglar. M-Foodda ko'rishguncha.